Bugun yurtimizda bahor fasli juda bir o'zgacha tarovat bilan kirib kelgan. Ayni paytda Bandixon tumanida ham shu bahorda bir ajoyib ob-havo bo'layapti. Biz hozir ayni paytda Bandixon tumani Quduqsoy mahallasidamiz. Bu hududda juda katta obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Ya'ni ichki yo'lning 4-7 kilometr qismiga asfalt yotqizish ishlari bajarildi. Bu quduqsoyliklar uchun juda katta yengillik bo'ldi. Bolalar maktabga qatnashga qiynalar edi. Hozirda mana ko'rib turibmizki, asfaltni juda ajoyib bo'lib turibdi asfaltimiz. Buni endi hech kim o'ylamagan, Quduqsoyda mana shunday 4-7 kilometr qismida asfalt yotqizadi deb o'ylamagan edi. Bugun quduqsoyliklar bundan juda xursand. Prezidentimizga rahmat aytib duo qilishmoqda. Assalomu alaykum, otaxon yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bugun mana biz Bandixon tumani Quduqsoy mahallasida turibmiz. Mana davlatning e'tibori mana bugun bilindi quduqsoyliklarga. 4-7 kilometr qismida ichki yo'lda asfaltlash ishlari bajarildi. O'zingizning bir xalqimizga bir iliq fikrlaringizni bir bo'lishsangiz. Qishlog'imizda bayram bo'lib qoldi, mana yoshlar hammamiz xursand. Avval mana shunday notekis joylarda edik, mana biz ham Xudoga shukr, juda bir yillab kerak bo'lsa 10 yillab, 100 yillab ushalmagan orzularimiz ushalib, bizga xursand bo'lib turibmiz. Bola chaqamiz mana sayr qilib turibmiz oqshomlari. Bolalarimiz mana shu velosiped minib juda bir yayrab, rohat farog'at ko'ryapmiz. Xudoga bardavom bo'lsin. Assalomu alaykum. Ko'rmisizlar, salomatmi? Sog', yaxshimi? Yo'l qanday bo'libdi? Bu yo'lga rahmat, katta rahmat. Bu toshyo'l juda buzuq, bunda yo'l edi, qiynalib chiqdik. Mana yurayapmiz, zo'r, juda zo'r qilibsizlar. Rahmat. Prezidentimizga katta rahmat. Tashkilot boshliqlariga ham rahmat. Mana bu da obodchilik, yilning davlatimiz obodchiligi bo'ldi. Juda katta rahmat, yashangizlar.